Qovg'a burchi vakillari, assalomu alaykum. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Sizlar bilan Sulviya va kanalimga xush kelibsiz. Mart oyi bashorat sizlar uchun. O'zingiz haqingizda o'ylang, o'zingizni planlaringiz haqida o'ylang va tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Asosiy energetika, ogohlantirishlar va karta maslahatlari. Karta durak bu yangilik, yangilanish vaqtini bildiradi. Qanaqadir yangi bosqichlar hayotingizga kirib keladi. Shestorka Pentakli, siz kutgan moliya yordam olasiz. Moliya jihatdan yordam puli olasiz. Aynan davlat tomonidan. Balki ehtiyojingiz bordir yordam puliga. Shunaqa narsaga umid qilayotganga o'xshayapsiz. Asosiy energetikada hozir qo'shimcha kartalar bilan qaraymiz. Dalshi. Qonuniy hujjatlar bilan oilangizga tegishli, balki farzandlaringizga tegishli qanaqadir hujjatlar bo'ladi. Siz o'sha hujjatlar ustida ishlashingiz ko'rinmoqda va bundan tashqari o'sha siz kutgan yordam puli sizga beriladi. O'sha yordam puli sizga beriladi. Qo'lingizdan keladi. Qonuniy hamma narsani to'g'ri qilsangiz, o'z huquqingizni to'g'ri qonuniy talab qilsangiz, qo'lingizdan keladi. Hujjatlar bilan bog'liq отношения, munosabat. Yolg'izlar uchun qiyinchilik holatdan chiqqansiz, o'tmishda xafagarchilik bo'lgan va siz yaqinda uchburchak holatiga kirish arafasidasiz. To есть uchburchak holatida xotin va uchinchi tomon, yana uynosh. Xafa bo'lmang-u, lekin qovg'a burchi vakillari shunaqa holat kutilmoqda. Uchburchak munosabatida bo'lganlar uchun munosabatingiz xafagarchilik bo'lgan bo'lsa, kimdir bilan orangizda yarashuv bo'ladi va bundan tashqari juda ham yaxshi sevgi, munosabatga boy holatlar kutilmoqda sizdan. Oilalilar uchun oilada to'lish nimasi bor, to'lish arafasidasiz. To есть farzandli bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa yangi mehmon kelishi mumkin uyingizga, yangi qarindosh kelishi mumkin. Har tomonlama. Ish, karyera tomonidan qaraymiz. Vaqtincha ishlay olmaydiganlar, siz yoki safarda bo'lasiz, yoki otpuskaga ketgansiz, yoki bo'lmasa sizni ishingiz umuman o'zi ko'pincha yo'lda yurish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Siz vaqtincha ishlay olmaysiz deya olmayman, yoki ishingiz bu internet orqali bo'lishi ham mumkin. Balki vaqtincha otpuskaga yoki dekretga balki chiqib ketganlar bo'lishi mumkin. O'sha ish vaqtini aloqa vositalari orqali olib borish mumkin. Chiqolmaydigan darajada. Ish qidirayotganlar uchun siz agar ish qidirsangiz topishingiz mumkin, lekin nimagadir слишком emotsionalniy emotsiyaga berilishingiz ehtimoli bor. Qizishmasligingiz kerak. Harakat qilsangiz, puxta qo'yilgan hujjatlarni yaxshi o'rganib chiqsangiz, balki ish sizga topilishi mumkin. Ishxonada ishlaydigan ishchi xodimlar uchun ishingiz bir maromda o'zgarishsiz ketaveradi. Har doimgidek o'sha keladigan daromadingiz o'zgarishsiz keladi. Lekin qanaqadir o'sha hujjatlar bilan bog'liq qanaqadir ishlar yuzaga kelishi mumkin. Balki o'sha sizning daromadingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Shunaqa holat bor. Ko'rib chiqasiz. Keyin yozinglar nima bo'lganini. Biznesi borlar uchun. Qiyinchilik bo'lgan o'tmishda biznes bo'yicha aynan shu pulga bog'liq bo'lgan. Hozir ancha o'zingizni yaxshi tiklab olgan holatdasiz va yaxshi daromadli oy bo'ladi siz uchun biznes yo'nalishida. Hozir
sog'liq jihatdan qaraymiz. Mart oyida sog'lig'ingiz judayam ko'p ishlarni o'z bo'yningizga, o'z yelkangizga olgansiz. Judayam ishga berilib ketishingiz mumkin. Umuman sog'liq jihatdan sog'lig'ingiz yaxshi, baquvvat insonsiz, kasal bo'lmaysiz mart oyida. Lekin charchashingiz mumkin, toliqishingiz mumkin ko'p ishlaganingiz uchun. Mart oyida juda ko'p ishlaydiganga o'xshaysiz. Ba'zi birlarga balki o'zini sog'lig'i ustida ishlash kerakdir. Moliya jihatdan qarasak, siz xafa bo'lib, umid bilan kutgan pul sizga keladi. Rostdan ham qanaqadir moddiy yordam puli olishingiz mumkin mart oyida. Qovg'a burji vakillari uchun shunaqa imkoniyat borligi ko'rinyapti. Ogohlantirish. Vasmyorka pentakli. Demak, bu albatta yana o'sha pul masalasi bilan bog'liq holat ko'rinyapti. Ogohlantirishda xafagarchilik. Vasmyorka pentakli deviatka pentaklga o'tmaganiga balki xafa bo'layotgandirsiz. Balki qanaqadir puldan o'zgarishlar kelishini kutgan bo'lsangiz, siz kutganday bo'lmasligi mumkin rezultat. O'shanga xafa bo'lishingiz mumkin biroz. Bilasizmi, siz o'zingizni ogohlantirishdan iboratki, siz o'zingizni qanaqadir bir yaxshi, to'g'ri strategiya tuzishingiz kerak. O'zingizni pulingizni vaqtida undirish uchun, balki o'sha qilgan ishlaringizga qarang, siz ko'p ishlayapsiz. Sizga o'sha siz kutgan pulni kelishganday bermasliklari mumkin. Qonuniy har tomonlama kontraktlarni to'g'ri tuzing. Keyin xafagarchilik bo'lmasligi uchun, puldan yutqazib qo'ymaslik uchun. Maslahat kartasi Pash kubkov. Tak. Yana o'sha oilaviy mol-mulkka borib taqalyapti. Balki sizni uyingizga balki mehmon kelishi mumkin yoki sizga birontasi qarindoshlaringizdan uy hadya qilishi mumkin. Sizni qo'rquvingiz bor, xavotiringiz bor. Balki sizga uyingizni almashtirishni aytishlari mumkin. Kartalar maslahati shundan iboratki, qo'rqmang. Moliya jihatdan yutqazish bo'lmaydi. O'sha uyingizga balki remont qilmoqchi bo'layotgandirsiz. O'sha pul ketkazishga qo'rqmang. Nabarot, bundan da yaxshi moliya jihatdan o'sasiz. Mana shunaqa holatlar. Qovg'a burji vakillari, sizlarga omad mart oyida. O'zingizni asrang, sog' bo'ling.